Har bir inson qiyinchiliksiz pishira oladigan rulet shirinligini tayyorlab ko'rsataman. Quruq idishimizga tuxum, shakar va vanilni solib, 10 daqiqa tindirmasdan mikser qilib olamiz. Ko'pikli massamiz ustiga unimizni 2 bo'lakka bo'lib elaklab olamiz. Lopata yordamida unimizni qumoqlari ketguncha tepadan pastga qilib, yengil aralashtirib olamiz. Bu orada oldindan isitib olgan sutni solamiz va bir xil ko'rinishga kelguncha aralashtiramiz. Listimizga pergament qog'ozini solib, tayyorlab olgan massamizni quyamiz. List chetlari bo'ylab yoyib chiqamiz va listni yengil urib yuboramiz. 180 daraja qizdirilgan gaz pechida uzog'i 12 daqiqada bu biskvitimiz pishadi. Eslatib o'taman, biskvit 12 daqiqadan ko'p qolib ketsa, chetlari kuyib, sinishni boshlaydi. Biskvitni o'zdan chiqqan pergament qog'ozga zich qilib o'raladi va sovishi kutiladi. Bu orada xona haroratda ergan saryog'imizni oqarguncha mikser qilib olamiz va qaynatib quyultirilgan molokoni solib, mikser qilishda davom etamiz. Qog'ozga o'rab sovutib qo'ygan biskvitimizni ochamiz va shirin suv bilan to'yintiramiz. Hozirda tortlarning narxi juda baland, lekin bu tayyorlayotgan ruletimiz xuddi tort mazani beradi. Ruletni tayyorlashga juda kam xarajat ketdi. O'z hisobim bo'yicha 80 mingga ham yetib bormadi. Tayyorlab olgan kremimizni 3 dan 1ni rulet ustiga surish uchun olib qo'yamiz. Olib qolgan kremimizni rulet ustiga chiroyli qilib bir tekisda surib olamiz. Bu ruletni kam harakat, kam xarajat qilib tayyorladim. Rulet ustini bezash xohishga qarab, men uyda bor narsadan bezadim. Shirinlikni mazalari bir-biriga singishi uchun muzlatgichni oddiy joyda 2 soat dam oldirtiramiz. Bir pasda vaqt o'tib ketdi. Mana ko'rganinglardek, biskvitlarimiz zo'r bo'lib pishib chiqdi. Sizlarga tayyorlagan ruletim yoqqan bo'lsa, menga obuna bo'ling, yaqinlaringizga videoni yuborib qo'ying.